ilm nuri, ilm nuri, ilm nuri. Seni bog'ingni esa osmondan chaqmoqlar yuborur bog'ingga. Bas u sipsilg'i yerga aylanib qolur. Davamul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi amri mahol. Doim zaif bo'lavermaysiz, siz ham bir kun quvvatli bo'lasiz. Doim quvvatli bo'lavermaysiz, siz ham zaif bo'lasiz. Doim mansabda bo'lavermaysiz, siz ham tushasiz. Doim pastda bo'lmaysiz, bir kun ko'tarilasiz. Bir xil turmaydi birodarlar. Bir xil turmaydi kunlar. Esimizdan chiqmasin mana shu narsa. Darsimizning nihoyasi kunlar almashib turadi. Ota yana vafot etdi. Meros bo'linishi kerak bo'ldi. Katta farzand o'zini ukasiga zulm qilib, ko'proq qismini tortib oldi. Ammo kunlar o'tdi, kichigi ham katta bo'ldi, ishladi, boy badavlat qilib qo'ydi Alloh taolo o'zini fazlidan. Endi kattasini Alloh taolo faqir qilishni xohladi. Borib burdini sotdi ukasiga. Hech narsasi qolmadi. Alloh ukani boy qilishni xohladi, boy bo'ldi. Aka xohlagan ish bo'lmadi. Borib burdini sotdi, ukasining qo'lida xizmatkor bo'lib ishladi. Bir ayol aytayapti, "Xonimda bola bor, qo'limda bola bor, ona yurgan bola ham meniki" deyapti, tug'magan dugonasiga. Uni g'azablantirishlik uchun, uni yerga urishlik uchun. Kunlar o'tdi, holat o'zgardi, 3 bolasi ham o'lib qoldi. Boyaga tug'mas ayol 20 yilliganda tug'di. Kunlarda birida bir ayol o'zini boy, badavlat bo'lgan eri bilan ovqatlanib o'tirar ekan, eshikda bir tilamchi taqillatib qoldi. Bordida o'zi va eri yeyotgan go'shtdan olib borib bermoqchi bo'lganida eri jerkib berdi. Haddidan oshdi. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi, er xotin urushdi, er xotinni talog'ini berdi. Ayol vaqt o'tdi, kun o'tdi, boshqa bir odamga turmushga chiqdi. Boy, badavlat odamga turmushga chiqdi. Yangi eri bilan yeb ichib o'tirar ekan, eshikni birov taqillatdi. Bordi ayol eshikni ochdi, esnasi qatib qaytib keldi. Ilm nuri, ilm nuri, ilm nuri. "Ha nima bo'ldi senga?" Tilamchi kelibdi. "Ha nimaga esing qotdi?" "Birinchi erim ekan" dedi. "Shunga hayron bo'lasanmi? Seni eshigini taqillatib borgan faqir men edim o'sha kuni" dedi. Birodarlar, bu kunlarda Alloh taolo almashtirib turadi. Kimdir aziz mukarram bo'lib 5 yil turar, 10 yil turar, lekin Alloh agar xor qilishni xohlasa xor qilib qo'yadi. Allohdan o'tgan bo'lsa xor bo'ladi. Va xor bo'lib ezilayotgan qavm yoki bir shaxs, kishi Allohning itoatida doim bo'lar ekan, Alloh aziz qilib qo'yishga qodir. Davamul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishligi amri mahol. Ilm nuri.